Assalamu alaykum şagirdlar. Yaxshi turdinglarmi? Bugun biz yana birlikte yangi bir rasmli kitap ko'rib baqamdiq. Bu kitapning temasi Qachonliqqa qar yog'di ekan. Undaqda qani, men bilan kelinglar. Qachonliqqa qar yog'di. Qish kelay deb qoldi qo'zam. Debdi iyiq ana iyiqchaqqa. Yana bir necha kundan keyin sovuq shamol chiqib, havo texmi sovib ketdi. Yumshoq ham oppoq qor shamolga qo'shilib yig'ishga boshlaganda biz illiq uyimizda uxlaymiz. Mening uxlug'im yo'q. Qorni ko'rgim bor. Yana qor ustida o'ynag'im bor, debdi iyiqchaq. Iyiqchaq shundoq degunicha anasining qo'ynidan yulqinib chiqib mukunibdi. Tiyinchoq daraxt shixida sangilab turib, daraxt kayniga mukunib olgan iyiqchaqni ko'rib, xushal holda uningga "Hey, menmi mukin-mukining o'ynashga amroq" debdi. "Shh" debdi iyiqchaq darhol past ovozda. "Men mukin-mukining o'ynamadim." Tuyuqsiz bir qarg'u chashqan to'shikdan chiqib, yuqori ovozda "Seni tepib oldim" deb varqirabdi. Iyiqchaq ochiqida sakrab ketibdi-da. "Men rostla o'yin o'ynamadim. Men yoshirinib olmoqchi" debdi. "Nemishqa?" deb so'rabdi tiyinchoq qiziqib. "Chunki onam meni uyga qaytib uxlag'in deydi. Butun bir qish uxlaydi ekanmiz. Shundoq bo'lsa, men qorning qandoq narsa ekanligini ko'ra olmayman" debdi iyiqchaq. "Men senga deb beray" debdi tiyinchoq. "U qor osmondan mana mundaq yog'di" debdi va bir siqim tup uruqini osmonga atgan ekan, tup uruqlari shar qilib yerga tushibdi. "Qor degan tup uruqidek unda qattiq bo'lmaydi" debdi qarg'u chashqan yuqori ovozda. "Qor yumshoq ham ho'l bo'ladi." U shundoq debla kassasini to'lg'ab loy ko'lchikiga o'zini etibdikan, paq qilgan ovoz bilan tang patqoq atrofga chachirabdi. Buni ko'rgan iyiqchaq xushallig'ida varqirab ketibdi. "Qor qilin yog'sa" debdi tiyinchoq. "Qor buvay yasig'ili, qor etishib o'ynag'ili bo'ladi." U shundoq debla bir parcha loyni elib iyiqchoqqa etibdi. Iyiqchoq chaqqonlik bilan o'zini daldiga opdi. Paq qilgan ovoz bilan tang loy qarg'u chashqanning beshiga tegibdi. "Qor haqiqatan bek yaxshi narsa ekan" debdi iyiqchoq kulib turib. Bu uch do'st bir-biriga loy etishib o'ynashga boshlabdi. Birdamdila hamma yerni u yoqdan bu yoqqa uchayotgan loy parchalari qoplab ketibdi. "Sen yana qor ustida farishta paydo qila olaysan" debdi tiyinchoq. U shundoq debla to'rt putini uzun sunib, to'p ustida sunaylanib yetib, ikki qo'lida to'pini yuqori tuvan to'zitib o'rnidan turibdi. U o'rnidan turganda to'p ustida chiroyli tiyinchoq farishta paydo bo'libdi. Iyiqchoq bilan qarg'u chashqanmi "Men shundoq qilib boqay, men shundoq qilib boqay" deyishgunicha tiyinchoqni do'rab to'p ustida yetib to'p to'zitishga boshlabdi. Tezla to'p ustida xilma-xil farishtalarning shakllari paydo bo'ldi. Ular shunda xo'shal o'ynayotganda iyiqchoq do'stlaridan "Qish kuni men uxlayotganda sizlar qorda o'ynamsizlar?" deb so'rabdi. "Albatta" debdi qarg'u chashqan beshini lang'ishtib. "Biz qor ustida mukin-mukinan o'ynaymiz. Bek payzi bo'ladi." Bu chaqda iyiq ananing iyiqchoqni chaqirgan ovozi anglanibdi. Biroq iyiqchoq yerdan qopmay yetibdi. Uning faqatla turg'usi yo'q ekan. "Iyiqchoq xafa bo'lib qopti" debdi qarg'u chashqan qaqoqlab kulib. U qurib qolgan daraxt shoxlaridan g'alati do'ppi yasab, uni iyiqchoqqa sovg'a qilibdi hamda uningga tasalli beribdi. "Men uyga qaytib uxlayman. Meni unutib qolmanglar jumo" debdi iyiqchoq ko'ngli yerim bo'lgan holda. "Albatta unutib qolmaymiz" debdi tiyinchoq. Iyiqchoqning ketkusi yo'q ekan. U azroq mingib kayniga qarab, tiyinchoq bilan qarg'u chashqanning o'zi bor vaqtdagidek xushal o'ynayotganligini ko'ribdi.
Eyiqchaq köңli yerim halda öyge kiripdi. Eyiq ana g'olichini kerip, uni quchoqlab qo'ymoqchi bo'pti. "Meni quchoqlamang", debdi eyiqchaq. "Mening qorni ko'rgim bor edi." Eyiqlar qishda uzun uxlaydi, debdi eyiq ana muloyimlik bilan eyiqchaqqa. "Biz uyqudan uyg'onganda qor muzlar ko'rinmay qoladi." "Do'stlarimmi ko'rinmamdi?" deb so'rabdi eyiqchaq. Bularni o'ylagancha uning ko'ngli yerim bo'pti. Hamda o'zini tutib ololmay yig'lab ketibdi. "Haqiqiy do'sting seni tashlab ketmaydi. Xuddi daraxt ustidagi chechak va illiq quyoshga o'xshash. Gerçi hozir sen ular bilan xo'shlashgan bo'lsangmi, lekin uyg'ongandan keyin ularni yanada ko'ralaysan", debdi eyiq ana. Andin eyiqchaqni asta ko'tarib karvatga yotqizib qo'yibdi. Eyiq ana bala uxlagan o'nkirning sirtida mamuqdek qor yig'ishqa boshlabdi. Qor to'xtamasdan bir qish yig'ibdi. Illiq quyosh nuri oxirgi qorni eritib bo'lgandan keyin eyiq ana eyiqchaqni asta uyg'otibdi. "Qo'zam, o'rningdan tur, bahor keldi", debdi eyiq ana kulimsiraginicha. Eyiqchaq ko'zini ichib, xushalliqida sirtqa qarab yuguribdi. "Vah, kun nima degan illiq-a? Bahor kelgachga atrofni gullarning, o't-cho'plarning xush hidi qoplagan ekan." Eyiqchaq xushalliqida o'ziga tunish kichik ko'lchak tarafga qarab yuguribdi. U tiyinchoq bilan qarg'u chashqanni izlabdi. Lekin ular bu yerda ko'rinmabdi. "Ular ketibdi", deb o'ylabdi eyiqchaq o'ksinib. "Ular rostilla meni unutib ketibdi." Dal shu chog'da eyiqchaq qo'ng'iroqdek jarangliq kulki ovozini anglabdi. U daraxt shoxlarini qayribdi. "Vah, aslida tiyinchoqning ovozi ekan emasmi? U gul chechaklar bilan o'zini o'rab, qarbovoydek yasanib olgan ekan." "Eyiqchoq, biz seni bek seg'indiq", debdi qarg'u chashqan eyiqchaq o'zini etib. "Sen bo'lmasang, biz mökö-mökülen o'ynasak qizimaydi ekan." Eyiqchaqning ko'z chaniqi namlashibdi. U butun bir qiz saqlab, oxir o'zi orzu qilgan narsa, ya'ni dunyodagi eng yaxshi do'stga erishibdi. Qandaq kichik do'stlar? Bugun birlikda ko'rmoqchi bo'lgan rasmli kitobimiz mushada oyoqlashdi. Yaxshi ko'rdinglarmi? Undaqda kelarki qitim yana yangi rasmli kitoblarni birlikda ko'raylik bo'lamdi. Xayr xo'sh, salomat turinglar.